Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga seshanba 2026-yil 11-avgust. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. 10 bitta xunojin kelgan, shulardan hozir video obzorlarini qilib beramiz. Yedi ish sog'liqlari hammasi sinovdan o'tmoqda. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q, zo'r. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Yem yeb turgan variantlaridan mana bular. Bularni ham narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Bu yerda kattaroq xunojinlar 1.10, 1.5, 1.10 santimetrliklari tomonda, tashqarida ham bor gibrid xunojinlarimiz. Hammasini batafsil hozir videoda tushuntirib o'tamiz. Orqa tomondan ko'rinishi mollarimizni. O'tgan safargi qilingan videolarda bitta yarimta mol qoldi, qolganlari sotilib ketdi, Allohga shukr. Albatta hammasi obunachilarimizga ketdi. Ba'zi birlari kelib ketishdi, ba'zi birlariga dastlabki qilib berdik. Andijon, Marg'ilon, Farg'ona qilib jo'natib berdik dastlabkilari. Xizmatlarimiz, dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab mutlaqo tekin. Doim eslatib o'tamiz, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Kuragi bor to'y marosimlari uchun boqaman, yaqinda to'y qilaman, aqiqa qilaman degan odamlarga mana shu mol tavsiya qilamiz. Videolarimizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz buni juda yaxshi bilishadi. Eng etop qoldi. Yem yeb turibdi chunki. Kuragi bor, ek kurak 2 yosh hisoblanadi. Tug'magan xunojin. Bo'ylari 1.10 cm. Narxlarga keladigan bo'lsak, 13 million 500 ming so'm dastlabki xizmatlari bilan hurmatli obunachilar. Ukor dori vaksinalar har hafta turadi doktorimiz kelib. Qiziqqanlar alohida video desalar, alohida videolarni qilib beramiz. Bozorda mana shu mollar 14 million, 14,5 million sotilyapti. E'tibor chunki so'ya degan narsa. Bir oy, 1,5 oyda to'y qilaman deydigan odam bo'lsa, mana shu molni tavsiya qilamiz. Mana buni aytamiz, o'zimiz doim onlayn savdo yo'q. Kelib tepasi savdo qilasizlar. 11 million so'mga, bo'ylari 1.5 cm. 11 million so'mga qilib beramiz. 1.10 cm mana bu xunojinimiz. Oyoq qo'li uzun. Yemlab boqaman yoki sigir qilib olaman degan odamga tavsiya qilamiz. 13 million 800 ming so'm. Hurmatli obunachilar, 13 million 800 ming so'm qilib beramiz. Hamma yo'g'i joyida, xudo xolos, umuman kamchiliklari yo'q. Zo'r aka. 1.5 mana bu xunojinimiz. Toza sortidan gibrid xunojinimiz. Farqi oldi bir xil. 13 million 300 ming so'm. 1.10 cm mana bu ham. Bunisini ham 13 million 300 ming so'm qilib beramiz. Bularda hammasi narxi olinishiga qarab narx qo'yiladi. Bir xil foyda qiladi. Hech vaqt haligi bittasiga ortiqcha, bittasiga kam qo'yilmaydi. Qaysi biridir yengilroq olinsa, yengilroq narx qo'yiladi. Shuning uchun 13 million 300 ming so'mdan ekalasi qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hurmatli obunachilar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Mana shunaqa xunojin boqaman, sigir qilib olaman deydigan do'st birodarlarga podlisa qilishni unutmanglar. Hop, tashqaridagi mollarimiz. Bular ham 7 ishtilari zo'r, bo'y bahsilari 1.5 cm dan mana shu cho'lasini. Gibrid xunojin orqalarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Yeb ichishlarida xudo xolasa muammolari yo'q. Mana bu shvetsiyamiz bu ham zo'r yerga. Puli yengilidan deganga mana shu ekalasini tavsiya qilamiz. Puli yengil variantidan. Hop, 13 million 400 mingdan mana shu ikkoni qilib beramiz. 13 million 400 ming so'mdan ikkalasini olaman degan odamga tavsiya qilamiz.
Bo'ylari 1,5 santimetrdan et voshi yaxshi kelishgan zo'r variantidan. Sekinroq ovqat yesalar ham aytaverasizlar 13 million 400 ming so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu nojinimiz 1,5 toza gibrid sigir qilib olaman degan odamga mana shu mol tavsiya qilamiz. Narxi ularga qaraganda sal balandroq 13 million 700 ming so'mga. Ishqivozi telefon qilaveradi 13 million 700 ming so'm. Bo'ylari 1,5 santimetr. Oyoq qo'llari istagan tuyoq, shox hali chiqmagan. Toza gibrid nojin. Hop, mana bu shvetsiyamiz mana 12 million 300 ming so'm. 7 ishtilarda muammolari yo'q. Bo'ylari 1 plyusga olaverasizlar. Mana bu ikkalasini narxiga e'tibor beramiz. 17 million 500 ming so'm. 85-90 santimetr bo'ylari. Aybi ariqroq 7 ishda muammosi yo'q. 17 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab xizmat dastavkasini xizmatlarini qilib beramiz. Aybi ariqroq, lekin xudo xolasa mol qilib olaman degan odamga tavsiya qilaman. Mana bu semizroq mana. Unisini eti yaxshi, bu ham zo'r, shox chiqmagan. Shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashingiz bizlarga nasib qilsin. Xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.